bitta erkak kishini ikkita xotini bor ekan, har doim kenjasini kattasi rashk qizg'onib urush taquradi ekan. Endi buni ko'pchilik eshitgan ham bo'lishi mumkin. Keyin uni yoniga ko'p bordingiz, meni yonimda kam qolyapsiz, ana unga tilla beribsiz, menga yo'q degan gaplarni aytib. Keyin sabr kosi ham to'ladi-ku. Qani yur seni bir yerga olib boraman debdi-da, katta sahroyi cho'lga chiqib, oldiga quduq kelgan, quduqqa boyaga urush topadigan xotinini tashab ketgan. Oradan 2 kun o'tgan, baribir bolalarimni opasi, onasi borib bir endi xotindan bir xabar olib kelay deb quduqqa arqon tashab ko'rgan. Arqonga ayoli emas, ajdar ilib chiqqan. Ajdarni ko'rib qo'lidan qo'yib yubormoqchi bo'lsa, ajdar majbur qilga kirgan. Tashlamang, olib chiqing endi mana bu quduqdan. 200 yildan buyon tinchgina yotuvdim. 2 kun oldin bir xotinni tashlab ketdilar-u, tinchligim buzildi deb. Ajdarni ham tinch qo'ymagan ekan. Shuning uchun boyagi mana ko'rib qoldikmi, biz kundoshni sochib yurib olamiz.